Hammaga salom do'stlar, siz dasturlash darslari AI kanalidasiz. Bugun darsimizda biz 3 xil AI, ya'ni sun'iy intellektdan foydalanib Pythonda 2D o'yinni yaratib ko'ramiz. Bunda bizga ChatGPT, Gemini, Cloud va kabi sun'iy intellektlar kerak bo'ladi. Va o'tgan galgi videoda ko'rsatganimdek, notebook va kompyuterlarga Visual Studio Code va Pythonni o'rnatganimdek notebookingiz yoki kompyuteringizga o'rnatib olasiz va 3 ta papka yaratib olasiz mana shunday qilib. Va mana 3 xil sun'iy intellektga bir xil buyruq yozganmiz. Mana menga Pythonda o'zingga yoqqan 2D o'yin kodini yozib berdi. Mana Cloud ChatGPTga ham xuddi shunday. Endi bularni birma-bir tekshirib ko'ramiz. Nusxa olamiz va bu yerga qo'yamiz. Qo'ydik va Ctrl va S tugmalarini bosib saqlab olamiz. Endi Geminiga o'tamiz. Uni ham xuddi shu qilamiz. Geminiga nusxalab endi Cloud. Mana kodlarni joylashtirib ham oldik. Endi bularni ishga tushiramiz. Kodlar ishga tushguncha pastga tushib, obuna va like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchi bo'lib Cloud kod yozib bergan kodni ishga tushiramiz. Bu biroz vaqt olishi mumkin. Mana ishga tushishni boshladi. Kod sekin astalik bilan ishga tushishni boshladi. Mana kodimiz ham ishga tushdi. Bu ilonchi o'yini. Ko'pchilik bu o'yinni eski telefonlarda o'ynagan. Bu o'yinni endi kompyuterda ham o'ynasa bo'ladi. Mana dizaynni ko'rishingiz mumkin. O'ynalishi VASD yoki o'ngga, chapga, tepaga, pastga tugmalari bilan. Endi bundan chiqib ketamiz va Gemini yaratgan o'yinga kiramiz. Bu ham ishga tushdi. Biroz adashganga o'xshayman. Yo'q, adashmabman. Gemini ham xuddi Cloud qilgan o'yin bilan 100% bir xil o'yin yaratibdi. Endi ChatGPTga o'tamiz. Mana ChatGPT yaratgan o'yin. Dizaynni ko'rishingiz mumkin. Endi o'zingiz Gemini, Cloud va ChatGPT yaratgan o'yinga baho berasiz.
Men o'zimga Cloud Code yaratgan o'yin ko'proq yoqdi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qolishingizni so'ragan bo'lardim. Bu kanal rivoji uchun katta hissa qo'shadi. Kommentariyada o'z fikringizni bildiring.